Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli aka-ukalar, aziz do'stlar, haqiqiy dehqonning oldiga bugun yana yetib keldik. Xudo xolasa Qashqadaryo viloyati Uzzor tumani Quduq qishlog'iga akalar. O'ralbek akamizning xonadonlariga. O'ral akamizda haqiqiy dehqonchilik mana shunaqa to'qli qo'ylari bor ekan. Shularni bugungi videomizda akalar sizlarga narx-navosi bilan tanishtirib o'taman akalar. Akalar to'qli qo'ylar ham haqiqatan yaltiroq, chiroyli, ko'rgan odam havas ketadigan to'g'ri qo'ylar ekan. Shularni xudo xolasa narx-navosini ham akalar chiroyli qilib o'tishga harakat qilamiz. Har doimgidek videomiz boshidan bir dona tekin layklarni ayamaysizlar. Kanalda yangilar bo'lsa, albatta obuna bo'lish tugmasini akalar bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana. O'ral aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Ilhomjon, yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. O'zim aka. Xudoga shukr, o'zlar tinchmi? Ha, rahmat. Bu dehqonchilik dedingiz aka? Ha, dehqonchilik, xudo xolasa dehqonchilik mollarimiz. Bu dehqonchilik akalar, xudo xolasa mana shunaqa to'g'li qo'ylarimiz haqiqiy dehqondan xudo xolasa sotilyapti akalar. Aka, bu soni nechta ekan? Soni 45 ta, bitta qo'chqori ham bor ichida. Hali yuribdi, 10 millionlik qo'chqor ichida yuribdi. Mana 3 oydan beri qo'chqor ham ichida, to'qlilar ichida yuribdi 3 oydan beri. Soni 45 ta akalar mana. Qo'chqori bilan 46 ta. Aha. Qo'chqori bilan 46 ta. Bular necha oylik to'qli qo'ylar aka? Bular oldi 11 oylik, keti ham shu 10 oylik, 9 oylik, shu oldi 11 oylik, 12 oylik ham bor bitta yarim endi. Bular olganmiz o'zimiz dehqonchilar 3 oydan beri o'zimiz parvarish qilyapmiz, xudo xolasa. Oldi akalar 11 oylik, shunaqa atrof 10 oylik, 9 oylik shunaqa atrof bor ekan. Bular yemda turganmi aka, baquvvat ekan qancha? Bular ozroq yeb, haydovda bo'lgan qo'yda, to'liq yem yemagan. Ozroq yeb, haydovda bo'lgan to'qlilar hammasi. Hisorimi hozir? Hisorisi ham bor, bir arashanlari ham bor, qizillarni ko'ryapsiz, qizil paradalaridan ham bor, chiroyli. Bu hozir 100% hammasini bo'g'oz aytsa bo'ladimi aka? Mana qo'chqor ichida, qo'chqor ushlab ko'rsatamiz. 10 millionlik qo'chqor yuribdi ichida, 3 oy olingandan beri qo'chqor yuribdi ichida. Ha. Endi yana ham ushlanmasa, yana ham qo'chqor, mana qo'chqorni ko'ring, adilni ko'rsating. Qo'chqorning orqa taraflarini ko'rsating mana. 10 million olingan qo'chqor mana shu qo'chqorni o'zi ham ichida yuribdi. Surxondaryodan Sarasadan olib kelganmiz qo'chqorni o'zini ham. Akalar qo'ylarni ko'rib bahosini berib qo'yamiz. Hammasi xudo xolasa to'qli qo'ylar, bemalol akalar mana bahosini berib qo'yamiz aka. Yeb-ichish sog'liqlaridan muammo yo'qmi aka? Yeb-ichishiga, sog'liqlariga bir hafta garantiyasi ham bor. Yeb-ichish sog'liqlariga akalar bir hafta xudo xolasa garantiyasi bor. O'zi sog'ligi o'zi molning ko'rinishidan ma'lumki, ko'rinib turibdi xudo xolasa. Hammasi yaxshi mol. Mol qilaman degan, ko'paytiraman degan so'nga baraka topadigan bo'l, hammasi dehqonchilik. Mana akalar. Hamma pastga tushir. Buni qarang, bo'ylarni ichida hisoblasak bular. Bo'ylarning plus 70 qilib olaversin. 75'lar ham bor, 65 ham bor. Plus 75, 70 hisoblab olaversin. 70 dan baland lekin hammasi. Mana akalar. Narxini nech pul qo'yaman deyapsiz aka? Narxini 5 milliondan qo'ysak bo'ladimi Ilhomjon, bir yerga olaman degansan. 5 milliondan aka mana bunaqa maydalari bor ekan. Hammasi ham bir xil katta emas-da aka buni. 5 milliondan sal qimmatli qiladi ekan. Buni kelishtirib bo'ladigan narx bilan aytsangiz bo'ladi aka. 5 milliondan mayli qo'chqorni agar bir yerga olaman desa qo'chqorni borini chiqaveramiz. Yo'q. O'zingiz agar masalan bozorda ko'rib yuribsiz, narx-navosini o'zi nech pul baho qo'yardingiz bozorda bo'lganda shular? Bozorga ham 5,5 dan kam baho qo'ymaymiz. Endi mayli agar telefon qilishsin, yana muomalasi qilib sunnatiga o'tib beramiz biran so'm, 1-2 so'm o'tib beramiz. Nech pul qilib beraman deyapsiz aka? Agar bir yerga olaman desa 48 dan qo'yamiz mayli. 48 dan qimmatli qilmaydimi aka? Yo'q, qimmatli qilmaydi. Qo'ylarni ham qarang, ham asl hisori qo'ylarda hammasi. Qarang. 4,5 million so'mdan baho qo'yaydik, qolgani kelishaveradi. Iloji bormi yo'qmi? 4,5 million qo'ya olmaymiz Ilhomjon. Shu 48 dan telefon qilishsin, muomala qilamiz xudo xolasa. 48 dan. Telefon qilgan odamni iloji boricha telefon qilgan odamni qaytarmasga harakat qilamiz. Savdosini kelishamiz. Aka, dehqonman deyapsiz, optim olganga 4,5 dan bering aka. Mayli telefon qilishsin, muomala qilamiz. Endi savdosini kelishamiz. Endi bahosi 48 dan qo'yamiz, muomalasini kelishamiz yana. 4,5 dan qo'yaydik, hammasini olgan telefon qilaversin. Iloji bormi? Ya 4,5 dan qo'chqori ham yurgan ichida bu bir joydan yig'ilgan mol, hammasi ko'rib turibsiz. Bu bozordan yig'ilgan mol emas, bu dehqonchilik mol, hammasi toza rangi, qoni toza mol, zoti toza mol. Akalar bo'lmasa, narxini nima qilamiz? 4,5 dan qilmaymizmi?
4.800 dan dastavkasi ham bor. Yana ham telefon qilsa muomala qilamiz, xudo xolasa. Akalar bo'lmasa sharoitga qarab akamiz ko'ngillariga qo'l solib bemalol kelishaverasizlar. Nasib bo'lsa 4.800 dan deyishdi. Endi men 4.5 dan so'radim. Bemalol ustida yana ham o'zlaringiz kelishib, savdosini bitirib ko'rsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman. O'ralbek akamizni shoshilib qolinglar. 5 dan 10 dan 15 dan nechta olaman desanglar ham kelishsa bo'ladi. Dastavkalardan xudo xolasa 12 ta viloyatga muammo bo'lmaydi. Akalar bemalol telefon qilib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi akalar.